jahon urushidan qolgan fashistlarning tunnelida topilgan qo'rqinchli topilma. Germaniyaning Hosten shahrida Lora ismli bu qiz tashlandiq yerosti temir yo'l tunnelida ekspeditsiya qilishga qaror qiladi. Bu tunnel 1890-yillarda qurilgan bo'lib, Ikkinchi jahon urushi davomida undan keng miqyosda foydalanishgan ekan. Voqea boshida Lora bu tunnelga yaqinlashar ekan, uni mana shu tunnelning ichida qanaqa qo'rqinchli holatlar kutib turganligini tasavvur ham qilmas edi. Nihoyat Lora tunnelga yetib kelgach, ko'rgan hamma narsalarini suratga ola boshladi. To'g'risi, u tunnelda suratga olgan navbatdagi voqealar men shu paytgacha ko'rgan eng tushunarsiz va g'alati holatlarimdan biriga aylandi. Kelinglar voqea qanday sodir bo'lganligini birgalikda ko'ramiz. Tasvirlarda tunnel ichida yerdan rangsiz va ingichka narsani fonus ta'sirida tepaga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Necha marta qayta ko'rgan bo'lsam-da, bu narsani nimaga o'xshatishni ham, nima ekanligini ham topa olmadim. Qandaydir ozg'in odamning qo'lidan boshqa hech narsaga o'xshamas ekan. Eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Bu ovozsiz va rangsiz narsa aslida nima bo'lgan? O'zingizning fikringizni va variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha